Assalomu alaykum, Qanot opa. Alaykum assalom, Ravshanjon. Salomatmisiz? Allohga shukr. Mana sizni bilamiz, Tinchlik korporatsiyasida juda ham ilg'or ishlab kelayotgan hamkorlardansiz. Sizni mana shu faoliyatingiz davomida sizni eng o'sha ta'sirlantirgan natijalar va korporatsiya to'g'risidagi o'zingizni fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz opa. Rahmat. Assalomu alaykum. Men shu kompaniyani Bronza Share hamkoriman. Bu ish faoliyatini boshlaganimga mana avgust oyi kelsa 6 yil bo'ladi. 6 yil davomida men juda ko'p natijalarga ega bo'ldim. Avvalambor bu kompaniya buyuk kompaniya. Bu yerga Alloh nazar qilgan odamlar keladi. Nasib qilmaganlar o'z-o'zidan ketib qoladi. Chunki bu kompaniyada imkoniyat hammasi Allohdan. Men o'zim bu yerga kasalligim tufayli kelib qolganman. 6 yil oldin shu belimga ichida simi bor korsetlar taqib yurardim. 5 yil davomida korset belimdan tushmadi. Men zamonaviy meditsinani haqida yomon fikr bildirmoqchi emasman. U kerak, lekin ekstremniy holatda. Menda suyak yemirilishi bo'lgan, kuchli suyak yemirilishi. Faqat og'riq qoldiruvchilar bilan davolanib yurganman, blokada qilib. U vaqtincha bo'lgan hammasi. Lekin bu yerga kelib, bu yerda ajoyib buyuk kalsiysi bor, ionlashgan darajada, qonga yaxshi singadigan darajada kalsiy yordamida men bir oyda korsetimni yechib oldim. Bu juda ham zo'r natija. Yana bitta zo'r natijamiz bor. Surxondaryoda xolasanglar gruppaga men telefonlarni ham tashlab qo'yishim mumkin. Kimda insult, infarkt olgan odamlar bo'lsa, ayniqsa hozir insult, infarkt juda ham rivojlanib ketdi, yosharib ketdi. 72 yoshli Mardana Qulub O'roqboy aka bir paytda o'zida insult, infarkt olganlar. 5 yil davomida zamonaviy meditsinadan davolanib kelganlar. Lekin ozgina yengillik bo'lgan, lekin insult, infarkt qaytarilmaydigan darajada davolanmaganlar. O'shaning natijasida uyga kelganlardan keyin yana davleniya ko'tarilgan, oyoqlar ishib ketgan, davleniyani kuchiga yuzlar qorayib, lablar ko'karib ketgan. Prostatada katta o'zgarish bo'lgan. Mana shu mahsulotlarni ichib boshladilar. Allohimga shukr. 6 oy tindirmasdan udarna dozada ichdilar va insult, infarkt qaytalanmaydigan darajada natijaga erishdilar va biz bilan detoksga borib keldilar. O'zi detoks programmasi juda ham nozik protsedura. Unga insult, infarkt olgan odamlarga borish mumkin emas. Lekin domlada shu qaytarilmaydigan darajada natija olib, detoksni bemalol hech qanday qiyinchiliksiz o'tkazdilar. Yana bitta natijamiz o'sha domlamizni qayinsingillarini jiyanlari bor ekan. U qiz 14 yoshida oyog'i ishlamay qolgan, yurib turgan qiz oyog'i ishlamay qolgan. Uni hech kim natijasini bilmagan. 5 yil davomida u qiz ham davolangan. Oxir-oqibat kolyaskada o'tirib qolgan. Shu ahvolda 15 yil kolyaskada o'tirgan. Oyoq qishtimani sezmaydi. Endi tog'asini tuzalganini ko'rib, jiyani keldi. Men aytdim, men bunaqa bemor bilan hali ishlamaganman, lekin hammasi Allohdan. Tatib ko'ramiz dedim. 1 oylik mahsulot yozib beraman. Ichib ko'rasiz. Natija bo'lsa, siljish bo'lsa, o'zgarish bo'lsa, davom ettirasiz. Bo'lmasa to'xtatamiz dedim. Desam, rozi bo'lishdi. U qiz hozir 31 ga kirgan. 15 yil davomida oyoqlar ishlamaganligi natijasida qiyshayib ketgandi. Ijtimoiy sezmaydi. Hozirgi rosa 1 oy ichdi, udarni dozada yozib berdi. Uni oyog'idan tashqari boshqa problemalari ham bor ekan. Ular o'z-o'zidan silliqlandi va 1 oy ichida uni oyoq barmoqchalari qimirlay boshladi. Uni ko'ring, bu mo'jiza, mo'jizaviy mahsulotda bular. O'shandan keyin u qiz yana udarni dozada 3 oy davomida ichdi va shu orada 3 oy davomida u turib yura boshladi. Avval qo'ltiqda yo'qda, keyin devorlarni ushab yuribdi. Hozir o'zini xizmatini o'zi qiladi. Chunki oldin gashogini ham onasi to'kkan, hattoki u paypog'ini kiya olmaganda. Mana shu darajaga yetib qolgan yoshgina qiz hozir yurib ketdi, o'zini xizmatini o'zi qilyapti, hojatga o'zi borib kelyapti. Bu katta natija va hamma mahsulotlar buyuk, mo'jizakor. Bu hammasi Allohdan.
hammalaringni Tianshiga taklif qilamiz. Tianshi bilan birga bo'ling, sog'lom bo'ling. Rahmat Qanot aka, haqiqatdan ham so'zimni avvalida aytib o'tdim, siz anchadan beri ishlaganingiz uchun juda katta natijalar, juda ko'p kun ustiga. Ayniqsa mana infarkt insultdan tuzalgan 72 yoshli inson detoksga borishlari bu Mo'jiza. Haqiqatdan mo'jiza, chunki infarkt bu juda ham og'ir. Nafaqat infarkt, insult baribir ikkalasi ham juda xavfli o'sha kasalliklar turiga kiradida, o'limga olib boradigan kasallik. Bu inson oyoqqa turib sog'lom bo'lib 3 kun detoksda qatnashmaganlarning o'zi juda ham Katta mo'jiza, chunki detoks bu juda ham og'ir protsedurada, uni hamma ham yaxshi yengil o'ta olmaydi. Bu hammasi Tibet meditsinasini ustunligidan deb o'ylayman. Chunki Tibet meditsinasi har qanday kasalni aynan tomirini topib davolaydi. Aptekan dorilari vaqtincha kasallikni simptomlarini o'chirib turadi xolos. Shuning uchun Tibet meditsinasi doim ustun va bizning kompaniya Birlashgan Millatlar Tashkilotiga davlat sifatida qabul qilindi. Bu uning zo'rligidan va mahsulotlari o'ta sifatliligidan dalolat beradi. Rahmat Qanot aka, vaqt ajratganingiz uchun bizga salomat bo'ling. Sizni ishlaringizga rivoj va bundan-da katta yuqori cho'qqilarda ko'rishingizni, yurishingizni tilakdoshiman. Rahmat.